Bugun men 10 kunlik video kontent tuzganman. Bugun birinchi kun. Assalomu alaykum. Bugun biz Fazvedan lavender safron choyini obzor qilamiz. Safron bu haqiqiy energiya bo'ladi. Mana bu. Buni 1 kilosini olish uchun safron gulini o'zini 200 ming dona, 200 yoki 2000 ta emas, 200 ming ta guli kerak bo'ladi. Buni ringda faqat ichadigan insonlar bu podshoh va uning jangchilari bo'lgan. Podshohlar ichgan, uning oilasi ichgan va undan keyin jangchilariga ichki energiya berish uchun faqat safron ichgan. O'sha ekan narsalarning bu eng kuchli kombinatsiya bo'ladi. Va albatta buni kuniga 5 ta va 6 ta doladan ichish kerak. Chunki bu juda ham kuchli narsa. Mana bu esa Eron atirguli. Buni ham umuman ayol erkak kuchi uchun juda ham zarur va foydali narsa. Birinchi videomiz bu lavender saffron tee haqida bo'ldi.